الحمد لله الملك القدوس السلام فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Barcha narsaning podshohi, har qanday nuqsondan pok, muqaddas, har qanday aybdan xoli, salomat bo'lgan Allohga cheksiz hamd bo'lsin. U zot bandalarga o'zining uyini, Ka'bani ziyorat etib, haj qilishni farz etib, buni islom dinining rukunlaridan bir rukun etib belgiladi. Barcha narsaning egasi, barcha narsani biluvchi bo'lgan Allohdan o'zga haq iloh yo'qligiga hamda Muhammad alayhissalom u zotning bandasi va elchisi, maxluqotning eng afzal ekanligiga guvohlik beraman. U kishiga, ahli oilasi va sahobalariga, u kishiga ergashgan barchaga eng yaxshi salovat va to'liq salomlar bo'lsin. Ammo undan keyin mavzuga kiradigan bo'lsak, ey insonlar, Allohga taqvo qilinglar, chunki unda bandaning oxirat uchun najot bor. Alloh taolo Haj surasining avvalida shunday degan: Ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid. Ey insonlar, Robbingizdan qo'rqing. Zero qiyomat soatidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast ala solda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Haj surasi 1-2 oyatlar. Allohga taqvo qilish, ya'ni Allohdan qo'rqish jumlasiga toat ibodatlarni bajarish va gunoh yomonliklarni tark etish orqali qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rish ham kiradi. Alloh taolo qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rish haqida shunday deydi: Zalika bi anna Allohu al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Alloha yab'athu man fil qubur. Bunga sabab Alloh haq ekanligi va uning o'zi o'liklarga hayot berishi hamda u hamma narsaga qodir ekanligidir. Ya'ni aniqki, qiyomat soati shak shubhasiz keluvchidir va albatta Alloh qabrlardagi bor jonzotni tiriltirur. Haj surasi 6-7 oyatlar. Oxirat uchun eng buyuk tayyorgarlik tavhid, yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilish va undan o'zgaga duo qilish, iltijo qilishni tark etish bilan bo'ladi. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu va ma la yanfa'uhu. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Yad'u liman darruhu aqrab min naf'ihi la bi'sal mawla va la bi'sal 'ashir. U, ya'ni mu'min bo'lmagan kimsa Allohni qo'yib o'ziga ziyon ham, foyda ham bera olmaydigan butlarga iltijo qilur. Bu aynan haq yo'ldan qattiq ozishdir. U shak shubhasiz ziyoni foydasidan yaqinroq bo'lgan butlarga iltijo qilur. O'sha butlar esa naqadar yomon xoja va naqadar yomon do'stdir. Haj surasi 11-12 oyatlar. Alloh taolo shirkni qoralab shunday deydi: Wa man yushrik billahi fa'kannama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Kim Allohga shirk keltirsa, bas u go'yo osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kimsa kabidir. Haj surasi 31-oyat. Shuning barobarida iymon ahli shiori alomati esa tavhiddir. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashshiril mukhbitin allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis solati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barchalaringizning ilohingiz bir ilohdir, ya'ni Allohdir. Shunday ekan, ungagina bo'ysuningiz. Ey Muhammad alayhissalom, xokisorlik bilan itoat qiluvchi zotlarga xush xabar bering. Ular Alloh zikr qilinganda qalblari qo'rquvga tushadigan, o'zlariga yetgan balolarga sabr toqat qiladigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan kishilardir. Haj surasi 30-34 oyatlar. Quyidagilar islom dinining arkonlaridir. Tavhid, ya'ni faqat Alloh taologa ibodat qilish. Allohdan o'zga haq iloh yo'q hamda Muhammad Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berish, namozni to'kis ado etish, zakot berish,
Ramazon oyi ro'zasini tutish va Baytullohga borib haj qilish. Bu amallar islomning rukunlaridir. Shu bilan birga bu amallarni bajarish jarayonida Allohdan qo'rqish lozim. Alloh taolo aytganidek, "Valiman khafa maqama rabbih jannatan." Robbining huzurida hisob kitob uchun turishdan qo'rqqan kishi uchun 2 jannat bor. Ar-Rahman surasi 55-oyat. Allohning toatida va musibatlarga uchraganda sabr qilish kerak. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob." Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la-to'kis qilib berilur. Zumar surasi 10-oyat. Yana Allohga bergan ne'matlar uchun shukr qilish kerak. Kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shukr qilishlaringiz uchun biz ularni, ya'ni tuya, mol, qo'ylarni sizlarga bo'ysundirib qo'ydik. Haj surasi 36-oyat. Ayni paytda Allohning yaratgan mahluqotida, butun borlig'ida kavniy, o'zgarmas qoidalar bor. Banda mana shu qoidalarga iymon keltirishi va ulardan ibrat olishi kerak. Alloh taolo aytadi: "Innalloha yudafi'u 'anil ladina amanu. Innalloha la yuhibbu kulla khawwanin kafur." Dar haqiqat Alloh iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur, himoya qilur. Dar haqiqat Alloh barcha xoin va ko'rnamaklarni, ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qiluvchilarni suymas. Haj surasi 38-oyat. "Va la yansurannallohu man yansuruhu. Innalloha laqawiyyun aziz." Alloh o'ziga, ya'ni diniga yordam beradigan zotlarni g'olib qilur. Shubhasiz Alloh kuchli, qudratlidir. Haj surasi 40-oyat. Zolim qavmlar haqida Alloh taolo shunday deydi: "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid." Zotan qancha zolim kofir bo'lgan hollarda biz halok qilgan, tomlari yiqilib, huvlab qolgan qishloq shaharlar, qancha tashlandiq quduqlar va yuksak lekin kimsasiz qasrlar bor. Haj surasi 45-oyat. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Qancha zolim kofir qishloq shaharlar bo'lganki, men ularga halok qilmay, muhlat berib qo'yib, so'ngra azobim bilan ushlaganman. Yolg'iz mengagina qaytishingiz bordir. Haj surasi 48-oyat. Bu oyatlardan xulosa shuki, banda iymon va solih amallar bilan yashab, gunoh va ma'siyatlardan chetda bo'lishi lozim. Shunda dunyo va oxiratda najot topadi. Alloh taolo o'zining xalili, do'sti bo'lgan Ibrohim alayhissalomga odamlarni hajga chaqirishni buyurdi. "Va azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala va ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum va yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati an'am." Odamlar orasida yurib ularni hajga chaqirgan. Ular sening oldinga, ya'ni da'vatingga javoban yayov hollarda va barcha yiroq yo'llardan keladigan oriq, holdan toygan tuyalar ustida kelurlar. Ular o'zlari uchun berilgan diniy va dunyoviy manfaatlarga shohid bo'lish va ma'lum kunlarda, ya'ni Qurbon hayit kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarni qurbonlik uchun so'yish ustida Alloh nomini zikr qilish uchun kelurlar. Haj surasi 27-28-oyatlar. Ular o'zlariga berilgan manfaatlarga guvoh bo'lish va Allohning ismini zikr qilish uchun keladilar. Hojilar Alloh taolani rozi qilish, uning savobini talab qilib, Baytul Atiq va muqaddas joylarni ulug'lagan holda ibodatni ado etish uchun har bir uzoq yo'llardan keldilar. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: "Wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an 'akif fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziq min 'azabin alim." Biz Masjidil Haromni Makka da turguvchi uchun ham, boshqa yurtlardan kelguvchi uchun ham barobar qilib qo'ydik. Kimki bu joyda zulm, zo'ravonlik bilan yo'ldan chiqmoqchi bo'lsa, ya'ni haq yo'ldan chiqmoqchi bo'lsa, unga alamli azob bilan tottirib qo'yurmiz. Haj surasi 25-oyat. Ya'ni Masjidil Harom hududida, Makka hududida zulm, zo'ravonlik joiz emas. Ular bu makonlarga tavhid chaqirig'iga javob berib, shirkni tark etib, yolg'iz Allohga ibodat qilish uchun keladilar. Alloh taolo ayni mana shu ma'noda ushbu oyatni nozil qildi. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَنِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
Eslang, biz Ibrohimga Baytullohning o'rnini, o'sha uyga qarab ibodat qilishi va uni obod qilish uchun belgilab berib, unga shunday degan edik: sen menga biror narsani sherik qilmagin va mening baytim, uyimni tavof qiluvchilar, qiyom, ruku va sajda qiluvchilar, ya'ni o'sha joyda namoz o'quvchilar uchun pok tutgin. Haj surasi 26-oyat. Shunday qilib hojilar baytni, Ka'bani uning maqomiga to'g'ri kelmaydigan barcha narsalardan poklaydilar. Hajda fisq fujur ham, talashib tortishish ham, siyosiy shiorlar va hizbiy chaqiriqlar ham yo'q. Aksincha u Allohga bo'ysunish, uning payg'ambari sollallohu alayhi vasallamga ergashish, zohiriy va botiniy poklik, ahd va paymonlarga vafo qilish hamda huquqlarni hurmat qilishdan iborat. Alloh taolo bu yerlarda, ya'ni haj amallari bajariladigan yerlarda nima qilish kerakligini shunday ifodalaydi. Zalika va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Shudir. Kim Allohning ko'rsatmalarini ulug'lasa, dar haqiqat bu qalblarning taqvosidandir. Haj surasi 32-oyat. Hajda islom ahli o'rtasida ularning tillari, ranglari va diyorlari xilma-xil bo'lishiga qaramay, ibodatlarni ado etishlarda o'zaro tanishuv, ulfatlik, hamkorlik va kafillik, bir-birlariga yordamlashish ko'rinishlari, ularning bir-birlarini yaxshi ko'ruvchi birodarlar ekanliklari namoyon bo'ladi. Ular o'zlariga berilgan diniy va dunyoviy manfaatlarga guvoh bo'ladilar. Jonliqlardan bechora faqirlarni taomlantiradilar. Harakatlarda chiroyli amal va so'zlarda rostgo'ylik ularning odati bo'ladi. Arafat vodiysida turgan ekansiz, Alloh sizlar bilan farishtalar oldida faxrlanishni unutmang. Bu shunday buyuk o'rinki, Alloh taolo bu yerda ushbu oyat nozil qilgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun men sizlar uchun diningizni komil qildim. Sizlarni dinsizlik zulmatlaridan iymon nuriga chiqarish bilan ne'matimni to'la to'kis qilib berdim va sizlar uchun islom din qilib tanladim. Moida surasi 3-oyat. Ya'ni islom dini mukammal bo'lgan aynan Arafat vodiysida e'lon qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda Arafat vodiysida turganlarida mana shu oyat nozil bo'lib, islom dini endi mukammal din bo'lganligi, to'la to'kis ne'matga aylanganligi hammaga e'lon qilindi. Bu yerda hidoyat payg'ambari bo'lmish Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ergashinglar. U zot Arafatda peshin va asr namozlarini jamlab va qasr qilib, qisqartirib o'qidilar. So'ngra quyosh botguncha Allohni zikr qilib o'tirdilar. So'ngra Muzdalifaga qarab yo'lga tushdilar. Shom vaqtida. Alloh taolo aytganidek: "Fa iza afadtum min arafatin fazkurulloha 'inda al-mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum va in kuntum min qablihi laminad-dallin." Endi Arafatdan tushganingizdan keyin Mash'al haromda, Muzdalifa, Mino va Jamaratda Allohni zikr qiling. U zot sizlarni garchi ilgari adashganlardan bo'lgan esangizda haq yo'lga hidoyat qilgani yangilik, sizlar ham u zotni eslang, zikr qiling. Baqara surasi 198-oyat. Hajdagi keyingi amal hayit kunning tongi otgandan keyin Minoga qarab yurdilar. Summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirulloha innalloha g'afurur rahim. So'ngra odamlar tushgan tomondan tushinglar va Allohdan gunohlaringizni mag'firat qilishini so'ranglar. Dar haqiqat Alloh mag'firat qiluvchi, rahimlidir. Baqara surasi 199-oyat. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Minodan Jamratul Aqabaga o'tdilar. Jamratul Aqabada tosh otdilar. Hadiylarni, ya'ni hajda so'yiladigan maxsus jonliqni so'ydilar, sochlarini oldirdilar. Sochini to'liq oldirmasdan qisqartirganlarga ham shunday qilishga ruxsat berdilar. Ya'ni sochni qirib tagi bilan oldirish ham mumkin, qisqartirish ham mumkin. Keyin esa Ka'bani tavof qildilar. Bu xuddi Alloh taolo aytganidek amaldir. Summa liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baytil atiq. So'ngra qurbonlik qilganlardan keyin kirlarni ketkizsinlar. Ya'ni ihromdan chiqib sochlarini oldirib, toza liboslarni kiysinlar. Nazrlarini, ya'ni zimmalaridagi haj majburiyatlarini to'la ado etsinlar va Baytul Atiqni, Ka'bani tavof qilsinlar. Haj surasi 29-oyat. Bu amallarning barchasida xotirjamlik va muloyimlikka e'tibor berish, tiqilinchdan, odamlar bir-birini turtib, itarishdan chetlanish, mas'ul idoralarning ko'rsatmalariga va harakat yo'nalishlariga rioya qilish, shu tufayli hajdagi foydalarga erishib, zarar va tartibsizlikdan saqlanish zarur.
Shunda odamlarning hayoti muhofaza etilib, haj amallarini osonroq bajarish mumkin bo'ladi. Hajning asosiy amallari bajarilgandan keyin Minoda qolib Allohning zikrini ko'paytirish mustahab bo'ladi. Alloh taolo aytganidek, "Fa iza qadaytum manasikakum fazkurulloha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra." Endi haj amallaringizni ado qilib bo'lgach, Allohni ajdodlaringizni, ota-bobolaringizni eslagandek, balki undan-da qattiqroq eslang. Ya'ni Allohni ko'p zikr qiling. Baqara surasi 200-oyat. Minoda tashrih kunlari o'tadi. Tashrih kunlari Zulhijjaning 11, 12 va 13 kunlaridir. Tashrih kunlarida hojilar jamoratning 3 yerida 7 tadan tosh otadilar. Katta jamoratda, o'rta jamoratda va kichik jamoratda. Bunda afzali tashrih kunlarining oxirigacha, ya'ni Zulhijjaning 13-kunigacha qolib tosh otish. Ammo kimdir 12-kuni, Zulhijjaning 12-kunida Minodan chiqib ketsa ham joiz. Shunda tashrih kunlarining 3-sida tosh otish unga lozim bo'lmaydi. Bunga dalil Alloh taoloning ushbu so'zi: "Vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi, wa man ta'akhkhara fala isma alayhi, liman ittaqa wattaqulloha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun." Sanoqli kunlarda Allohni zikr qiling. Kim 2 kunda shoshilib, zikrni to'xtatib Minodan chiqib ketadigan bo'lsa, unga gunoh yo'q. Kim keyinda qolsa, ya'ni 3-kunda ham qolsa, unga da gunoh yo'q. Mazkur hukmlar taqvodor kishilar uchundir. Allohdan qo'rqing va bilingki, sizlar shubhasiz uning huzurida to'planajaksiz. Baqara surasi 203-oyat. Hojilar tashrih kunlari jamoratda tosh otib bo'lganlardan keyin yurtlariga safar qilmoqchi bo'lsalar, Makkadan chiqib ketishdan oldin Ka'baga borib vidolashuv tavofini qiladilar. Alloh taolo bu amallarning barchasini bizga yengil, oson qilib berdi. Alloh taolo islom dinini bizga yengil, oson din qilib nozil qildi. Bu haqda Haj surasi 78-oyatda shunday deydi: "Huvajtabakum va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj, millata abikum Ibrohim va sammakumul muslimina min qabl va fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum va takunu shuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير." U sizlarni shu din uchun tanlab oldi va bu dinda sizlarga biron xaraj tanglik qilmadi. Bu otangiz Ibrohimning millati dinidir. U sizlarni bundan oldin va mana bu Qur'onda payg'ambar sizlarga guvoh bo'lishi, sizlar esa odamlarga guvoh bo'lishingiz uchun musulmonlar deb nomladi. Shunday ekan, namozni to'kis ado eting, zakotni bering va Allohga bog'laning. U sizlarning hojangizdir. U zot qanday ham yaxshi hoja va qanday ham yaxshi nusrat berguvchidir. Haj surasi 78-oyat. Inson Robbiga duo qilishni ko'paytirishi Allohga bog'lanish jumlasidan bo'lib, xususan haj qilinadigan o'rinlarda, Arafotda, Muzdalifada, Minoda, Jamoratda va Ka'bada mana shu Allohga duo qilishni ko'paytirishi va bunga qattiq ahamiyat berishi lozimdir. Chunki bu joylarda qilingan duoning ijobat bo'lish ehtimoli kuchlidir. Alloh taolo o'ziga duo qilishni buyurib aytadi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Ey insonlar, Robbingiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarga qilgan duolaringizni ijobat qilaman dedi. G'ofir surasi 60-oyat. Alloh taolo o'ziga duo qiluvchilarni maqtab, ularni madh etib aytadi: "Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu vallohu sari'ul hisab." Insonlarning orasida shunday zotlar ham borki, ey Robbimiz, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin dedilar. Ana o'sha zotlar qilgan ibodatlari, haj va duolari sharofatdan o'zlariga xayrli nasibi bor. Alloh taolo tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Baqara surasi 201-202-oyatlar. Ey Alloh, hojilarning duolari va ibodatlarini qabul et. Ularga ishlarini oson qil, gunohlarini mag'firat qil. Ularni yurtlariga sog' salomat, foyda ko'rgan va zafar qozongan holda qaytar. Ey Alloh, musulmonlarning ahvolini isloh qil. Ularning so'zini haqda jamla. Ularning barcha ishlarini o'z tasarrufingga olib, diniy va dunyoviy holatlarni o'ngla. Ey Alloh,
Ikki haram xodimi podshoh Salmon bin Abdulaziz va uning valiahdi Amir Muhammad ibn Salmonni haqqa muvaffaq qil. Ey Alloh, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, u kishining ahli oilasi va sahobalarga salovat va ko'plab salomlar yo'llagin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 أشهد أن لا إله أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطاياك اللهم نقني خطاياك ويوم بالدرس اللهم اغفر خطايانا الثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سلسلة الأرض سلسلة الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 تحيات الله. تحيات الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.